Bizda bitta Abdurahim degan bir bola bor. Pul to'shak bola desak ham bo'laveradi. Xotinini orqasidan tirishlik qiladigan bir bola bor, Abdurahim degan. Shu bola ham men ham quruq qolmay deb o'zicha kimdandir bir fatvo olibdi. Haydagi bir itam tanimaydigan bitta shayxdan fatvo olibdi. O'zicha men ham bir hissamni qo'shib qo'yay mana shu takfirga. Hamma nimalardir gapiryapti. Men ham bir hissamni qo'shib qo'yay deb o'zicha fatvo olibdi. O'sha fatvoni sizlarga qo'yib beraman. O'zining original ovozlari majlisda o'sha Abdurahimning ovozini telefon orqali eshittirilgani uchun zapis tiniq bo'lmagan. Shu sababli uni biz tiniqlashtirishga harakat qildim. Baribir har ehtimolga qarshi matnini ham video davomida taqdim etamiz. To'g'ri qilsa, xotinni olib ketganligi ham to'g'ri, hajr qilishligi ham to'g'ri, saloma berilmaydi, umuman narsa ham olinmaydi undan, unga narsa ham berilmaydi. Xuddi kofir deb muomala qilinadi. Chunki jumhur ulamolar unaqa odamni kofir deyishgan. Anaqa kofir emas u, masalan, endi dinni bilmagan odam bo'lib yaxshi muomala qilib turish kerak. To'tinday qabul qilarmikan degan umid bilan. U dinni bilib, shu dindan chiqib ketgan murtad hisoblanadi. Sen kofirlik muomalasi qilinadi unga. Politsiyaga aytadimi, kimga aytsa aytsin. Unaqa qarab o'tirilmaydi.